Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga 2022-yilgi dramatik romantik xavotir olmas izam film haqida aytib beramiz. Agar er xotinini noqulay vaqtda va noqulay joyda xohlab qolsa, xotin nima qilish kerak bo'ladi? Voqealar rivojini filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisiyaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Do'stlar, nihoyat siz va biz kutgan damlar keldi. Ya'ni Amerikada 10 yil yashash, ishlash va o'qish imkonini beruvchi Green Card lotereya o'yini boshlanmoqda. Agar siz ham Green Card lotereya o'yinida qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozir bu ayni vaqti. Bizning professional xodimlar sizga yordam beradi. Xizmat narxi esa boshqa dunyo kanali obunachilari uchun atigi 50 ming so'm. Biz bilan bog'lanish silkasi opisiyaniyada. Alice va Jack Chambers turmush qurgan bo'lib, Kaliforniyaning Victory shahrida yashaydilar. Har kuni erkaklar atrofdagi cho'lda joylashgan Victory shtab kvartirasiga ishlashga jo'nab ketishadi. Lekin ayollarga u yerga borish qat'iyan taqiqlangan va ular bu joy haqida so'rashdan ham qaytarilgan. Shu bois ayollar uy bekasi sifatida yashab, erkaklar ishdaligida uyda dam olishdan bahramand bo'lishadi. Alice do'sti Bunny hamda boshqa ayollar bilan vaqt o'tkazmoqda. Shahar aholisi orasida Margaret ismli ayol ham bor. U ruxsatsiz holda cho'lga borganidan keyin ruhiy tushkunlikka tushib, butun jamiyatdan yiroqlashgan. Uning o'g'li ham g'oyib bo'lgan va Margaret Victory uni jazolash uchun olib ketgan deb o'ylaydi. Victory asoschisi Frank uyushtirgan kechada Alice Margaretning erini tinchlantirish uchun majburan dorilantirayotganini ko'rdi. O'sha kechada Alice va Jack Frankning yotoqxonasida jinsiy aloqada bo'lishadi, ammo Alice Frank ularni kuzatayotganini sezadi. Bir kuni Alice cho'lda samolyot halokatga uchraganini ko'rib, yordamga shoshadi. U tasodifan Victory shtab kvartirasini topib, uning oynasimon devorlariga tegadi. Natijada reallikdan uzoqlashib, boshqa bir hayotga oid g'ayrioddiy gallyutsinatsiyalarni boshdan kechiradi. Keyin o'sha oqshom u uyda uyg'onadi, ammo keyinchalik g'alati voqealarni tobora ko'proq his qila boshlaydi. Bir kuni Margaret Alice'ga qo'ng'iroq qilib, xuddi o'sha narsalarni ko'rganini aytadi. Alice unga ishonmaydi, ammo keyin Margaretni o'z tomidan sakrab, tomog'ini kesayotganini ko'radi. Alice uning jasadiga tegmoqchi bo'lganida, uni qizil kambizon kiygan Frankning odamlari tortib olishadi. Jack Alicening gaplariga ishonmaydi va Margaret faqatgina uy ichidagi baxtsiz hodisadan keyin sog'ayayotganini aytadi. Alice Victory loyihasida aslida nima sodir bo'layotganini Jackdan so'raganida, Jackning jahli chiqib, javob berishdan bosh tortadi. Shahar shifokori Dr. Collins Alice'ga dorilar yozib beradi, lekin Alice ham Jack ham bu dorilarni qabul qilishdan bosh tortadi. Alice Margaretning tahrir qilingan tibbiy faylini Collinsning portfelidan o'g'irlab, uni yoqib yuboradi. Victory kompaniyasi tantanali bayramni o'tkazayotgan paytda Frank Jackning lavozimini ko'taradi. Shu paytda Alice tobora shubhalanib, paranoyaga tushib boradi. Bunny unga tasalli beradi, lekin Alice o'z shubhalarini tushuntirishga harakat qilganida, Bunny g'azab bilan Alice'ni Victory'dagi hayotlarini xavf ostiga qo'yayotganlikda va Margaretga o'xshab qolayotganlikda ayblaydi. Alice va Jack o'z qo'shinlarini, jumladan Frank va uning rafiqasi Shelleyni kechki ovqatga taklif qilishadi. Frank yashirincha Alice'ning gumonlarini tasdiqlaydi va unga o'zini oshkor qilishga jur'at topishini aytadi. Alice kechki ovqat paytida Frankni fosh qilishga urinadi, ammo Frank uni hammaning oldida aqldan ozgan qilib ko'rsatib, Jackni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Shundan keyin Alice Jackga Victory loyihasidagi hayotdan nafratlanishini va Jackdan bu joyni tark etishlarini iltimos qiladi. Jack esa unga rozi bo'lgandek ko'rinadi, lekin oxir-oqibat Alice'ni Frankning odamlari olib ketishiga ruxsat beradi. Dr. Collins Alice'ga elektroshok terapiya o'tkazmoqda. Buning natijasida Alice 21-asrdagi haqiqiy hayotining tasvirlarini ko'ra boshlaydi. Aslida u jarrohlik rezidenti Alice Warren bo'lib, ishsiz Jack bilan yashayotgan edi. Davolanishdan so'ng Alice Victory'dagi hayotiga qaytadi, ammo uni ko'rgan gallyutsinatsiyalari aslida uning haqiqiy xotiralari ekanligini anglay boshlaydi. Alice Jackni so'roqqa tutganidan keyin nihoyat u haqiqatni oshkor qiladi. Victory bu Frank tomonidan yaratilgan simulyatsiya bo'lib, unda erkaklar o'zlarining ideal hayotlarida yashashadi va ayollar Victory simulyatsiyasiga majburan kiritilgan bo'lib, ular o'z hayotlarining va farzandlarining sun'iy ekanidan bexabar. Erkaklar har kuni ishga ketayotganlarida aslida simulyatsiyadan chiqib, haqiqiy dunyodagi ishlariga borishardi. Ular Victory'dagi xotinlarni va oilaviy hayotini saqlab qolish uchun haqiqiy dunyoda ishlashadi. Jack Alice'ga haqiqiy hayotda u baxtsiz bo'lganini va
Victory'da ikkalalari birgalikda nihoyat baxtli yashashlari mumkinligini aytadi. Biroq Alicening bundan jahli chiqib, bu joyda o'z ixtiyorisiz majburan ushlab turilganidan norozi bo'ladi. Avvaliga Jek Alicedan qolishni iltimos qiladi, lekin Alice bosh tortgach, uni kuch bilan ushlab qolishga harakat qiladi. Shunda Alice stakanni olib, Jekning boshiga zarba beradi. Natijada Jek ham simulyatsiyada, ham haqiqiy hayotda halok bo'ladi. Jekning o'limi haqidagi xabar darhol Frankka yetkaziladi. Keyin Bonnie Alice'ni topib, unga Victory loyihasi haqida avvaldan bilganini aytib beradi. Ammo u bu joyda qolishga ongli ravishda qaror qilgan. Sababi uning haqiqiy hayotida vafot etgan bolalarini faqat shu yerda ko'rishi mumkin edi. Bonnie Alice'ga Frankning odamlari uni o'ldirishini va tezroq shtabga yetib borish kerakligini tushuntiradi. Chunki o'sha joy simulyatsiyadan chiqish portali hisoblanadi. Keyin Alice shaharning o'rtasiga borib, hammaning ko'z o'ngida haqiqatni aytmoqchi bo'lganida, kutilmaganda atrofda kichik portlashlar sodir bo'ladi. Erkaklar sarosimaga tushib, Jekning mashinasida qochishga urinishadi. Dr. Collins va Frankning odamlari Alice'ni ta'qib qilishmoqda, lekin Alice ularni bir-birlariga urib halokatga uchrashiga sabab bo'ladi. Bu orada Shelley Frankni pichoqlab o'ldiradi va Victoria ustidan nazoratni o'z qo'liga oladi. Bu orada Alice shtabga yetib kelib, oxirgi marta Jekni tasavvur qiladi. So'ng Frankning odamlari yetib kelishidan avval shtabning oynasiga qo'lini tekkizadi. Alice simulyatsiyadan chiqayotganida u qo'rqinchli tasvirlar va o'zining haqiqiy dunyodagi qiyofasini ko'radi. Ekran qorayadi, faqat Alicening chuqur nafas olayotgani eshitiladi. Film esa shu yerda tugaydi. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller To'xong, ya'ni Skirt yoki jirkanch xiyonat filmi haqida aytib beramiz. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, unda turmush qurgan harbiy o'g'il xizmatga ketishga majbur bo'ladi, lekin uyida qaynota va kelin o'rtasida dahshatli va jirkanch holatlar sodir bo'ladi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Do'stlar, sizlarning har bir laykingiz bizning keyingi sharhlarimiz uchun juda muhim. Shunday ekan, video boshidayoq like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda kirishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisiyaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Grace va Gavin bir necha oydan buyon birga yashab kelishmoqda. Ammo nihoyat bugun Gavin qizga turmush qurishni taklif qiladi. Grace esa bundan xursand bo'lib, taklifga ha deb javob beradi. Shundan so'ng ular o'zaro mehr-muhabbat ila divanga borib, uxlab qolishadi. Gavin harbiy bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli tez kunda navbatchilik uchun ketishi kerak. Bir payt unga kasalxonadan qo'ng'iroq keladi. Shunda u otasi yurak xurujidan keyin kasalxonaga yotqizilganini bilib oladi. Bu xabarni eshitib, u unchalik hayratga tushmaydi, chunki u otasini ko'rishni istamasdi. Sababi otasi hech qachon oilasiga vaqt ajratmagan. Aynan shu sababdan uning onasi vafot etgan edi. Lekin Grace unga nima bo'lganda ham u baribir sening otang va sen uni ko'rgani borishing kerak deydi. Gracening so'zlarini inobatga olib, Gavin u bilan birga kasalxonaga boradi. Ahvoli yaxshilanganidan so'ng kechga borib, otasi kasalxonadan chiqariladi. Keyin ular otasining yuragida muammosi borligi sababli bir necha kun otasi bilan turishga to'g'ri keladi. Stevenning uyi juda katta va chiroyli edi. Grace bundan hayratda qoladi. Ammo Gavin bu uy va boylik onasining o'limiga sabab bo'lganini va uning otasi onasini emas, balki boylik va uyni sevganini aytadi. Lekin baribir Grace va Gavin shu yerda bir necha kun qolishga qaror qilishdi. Ertasi kuni Gavin notebookda ish bilan band bo'lib o'tirganida Steven o'g'lining telefonini tasodifan tushirib yuboradi. Buni ko'rgan Gavin unga juda jahldor munosabatda bo'ladi. Birozdan so'ng Gavin o'z xonasiga kirganida Grace unga otasiga nisbatan bunday gapirmasligi kerakligini tushuntirib, nima bo'lganda ham bu sening otang deydi. Bunga javoban Gavin otasining bandligi tufayli onasi yolg'iz qolganini va shu sababdan vafot etganini aytadi. Ularning suhbatini Steven ham tasodifan eshitib qoladi. Shundan so'ng u Gavin yoniga kelib, o'zini qanday qilib kun-tun ishlab, ular uchun yaxshi hayot yaratishga harakat qilganini tushuntiradi. Ularning kelajagi qashshoqligi sababli barbod bo'lmasin degan umidda kecha-yu kunduz ishlashga majbur bo'lgan ekan. Buni eshitib ta'sirlangan Gavin otasi bilan munosabatlarini yaxshilay boshlaydi. Ammo ertasi kuni Gavinga harbiy xizmatga qaytish haqida chaqiruv keladi, chunki dushmanlar ularning bazasiga hujum qilgan edi. Gavin ketgach, Trinity ismli bir qiz keladi. U Stevenning ma'shuqasi edi. Trinity yosh bo'lishiga qaramay, qari Steven bilan uchrashishdan uyalmasdi, chunki Steven boy edi. Keyin qiz Stevenning xonasiga kirib, u bilan birga yaqinlik qila boshlaydi. Grace va Stevenning qaynota va kelin munosabatlari yaxshi. Trinity esa vaqti bilan ularning uyiga kelib, Steven bilan vaqt chog'lik qilardi.
Bu orada Gevin o'z jamoasi bilan dushmanga qarshi jang qilmoqda. Ammo dushmanlar soni juda ko'p bo'lganligi sababli butun jamoasi halok bo'ladi. Ko'p o'tmay bu haqida Grace va Steven xabar topib, qayg'uga botishadi. Bir kuni Grace uyini tark etmoqchi bo'ladi, lekin Stevenni to'xtatib, "Men seni haydamayman. Shu yerda o'z ishlaringni o'nglab olguningcha qolishing mumkin" deydi. Chunki ular o'rtasida juda yaxshi munosabat paydo bo'lgan edi. Kunlar o'tib, Grace ichkilikka ruju qo'ya boshlaydi. Bir kuni kechqurun u mast bo'lib qolganida, Steven uni xonasigacha kuzatib qo'yadi. Ammo Grace Stevenni Gavin deb tasavvur qilib, Steven bilan yaqinlashmoqchi bo'ladi. Lekin Steven bunga rozi bo'lmaydi, chunki Grace o'g'lining rafiqasi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Grace kechagi holat uchun uyalib Stevendan kechirim so'raydi. Shunda Steven uni quchoqlab, hammasi joyida ekanligini aytadi. Lekin qiz uning bag'rida erib ketadi va kecha qilolmagan ishini davom ettirmoqchi bo'ladi. Shunda Steven ham o'zini tuta olmaydi va yotoqxonaga borib, baribir o'sha ishni qilishadi. Oradan vaqt o'tib, Grace shifoxonadan qo'ng'iroq qabul qiladi. Aslida Gavin dushmanlar tomonidan asirga olingan, ammo qandaydir yo'l bilan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan ekan. Bu xabarni eshitgan Grace dahshatga tushadi, chunki u erining otasi bilan kechirib bo'lmas ishlarni qilib qo'ygan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Gavin sog'ayadi va uyga qaytadi. Lekin u hali ham o'zini dushmanlar qo'lida asirdek his qilardi. Xayolan hali ham u urushda ekanligini o'ylardi. Bu orada esa Grace va Steven hanuz yashirincha bir-birlari bilan yaqinlikda bo'lishda davom etishadi. Ammo bir kun ikkalasi birga bo'lib turgan paytda Gavin ularni ko'rib qoladi va bundan dahshatga tushib, ularga qurol o'qtanib, "Qanday qilib sizlar shunchalik jirkanch va past ish qilishga qo'l urdingiz?" deya baqiradi. Ammo Gavin ularni o'ldira olmaydi va oxir-oqibat qurolni o'ziga qaratib, o'z joniga qasd qiladi. Film esa shu yerda tugaydi.